Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. 9-variant 11 savolning yechimini boshlaymiz. Bizda uzunligi 34 nanometrdan bo'lgan 3 ta DNK berilgan degan. Demak, 34 nanometrdan bo'lganligi uchun adenin, timin, guanin, sitozin, demak 3 ta DNKni yozib oldik. 34 nanometr 0,4 ga bo'lsa 100 chiqadi. Har bitta zanjirda 100 tadan bo'ladi. Bitta zanjirda 100 bo'lsa, keyingi zanjirdan 100. 3 ta DNKmiz teng ekan. Demak, 3 ta DNKmizda jami 600 ta nukleotid bor. 100 ni 6 ga ko'paytirsak 600 bo'ladi. Shundan masala shartida aytilgan guaninlar 160 ta degan. Guanin 160 bo'lsa, sitozin ham 160 bo'ladi. Yig'inda 320. 600 umumiy edi. 320 ni ayirsak 280 qoladi. 280 ni 2 ga bo'lsak 140. Ya'ni 140 ta adenin, 140 ta timin bo'ladi. Bizda 100 berilgan. Endi jami nukleotidlarimiz bu yerda yig'in desa adeninlar 140 edi. 140 nisbati 1, 1,5, 1 degan. Ya'ni yig'inda 3,5 bo'ladi. Bizda birinchi zanjirda so'raganligi, birinchi DNKni so'raganligi uchun birinchi DNKning nisbati 1 bo'ladi. Ya'ni 40. 40 ta adenin bo'ladi. 40 bitta zanjirda 100 ta bo'lsa, 40 ta adenin bo'lsa, 60 ta guanin bo'ladi. Demak, masalada birinchi zanjirdagi vodorod bog'ni so'ragan. Demak, 40 ni 2 ga ko'paytiramiz, 60 ni 3 ga ko'paytiramiz, yig'inda 260 bo'ladi. Javob C variant bo'ladi.